Endi siz bir xonalik xonadonlarni boshlang'ich to'lovi atiga $5000 berib turib, qolganini esa 12, 18 va 24 oyga atiga oyiga 4,5 million so'mdan bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. 2 xonalik xonadonlarni esa 5,5 million so'mdan bo'lib to'lashga, 3 xonalik xonadonlarni esa 6,5 million so'mdan bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu hali hammasi emas, hattoki bo'lib to'lashga ham 21.99% gacha chegirmalar mavjud. 100% ishonib aytolmayman, hali sizlar bayramga Bashkent loyihasichalik tayinlab qo'ygan sovg'ani hech kimdan olmagansizlar. Endi sizlar 7 va 8 mart kuni kelib 100% to'lov evaziga xonadon xarid qilsanglar, ham 24% skidkani, undan tashqari ko'plab sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Shulardan xolodilnik, kir yuvish mashinasi, changyutgich, mikrovolnovka, televizor va undan tashqari choynakka qo'lga kiritishingiz mumkin. Qizlar, bu sanab o'tgan 6 ta maishiy texnikam har bitta xonadon xarid qilgan ayol uchun hammasi beriladi. Qanaqadir konkurs qilib o'ynalmaydi, balki xonadon xarid qilasiz va shu 6 ta sovg'ani qo'lga kiritasiz. 7 va 8 mart kunlari nafaqat xonadon xarid qilib sovg'alarni qo'lga kiritishingiz, balki Ramazon aksiyasi ishtirokchisiga ham aylanishingiz mumkin. Aynan bu ishtirokchilar uchun nima sovg'alar qo'yilganini videoni oxirida sanab o'taman. Bu yutuqli o'yinlarda nima o'ynalmoqda? 2 ta Damas avtomobili va undan tashqari umriga 2 kishilik yo'llanmadan 2 ta va juda ham ko'plab maishiy texnikalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun shu raqamlarga va shu profillarga murojaat qilishingiz mumkin. Barchalarni sotuv bo'limida kutib qolamiz.